Shu paytgacha hech qayerda ko'rmagan kanaldasiz, chunki bu yerda montaj 0 dan o'rgatiladi. Bugun CapCutga video joylash, uni kesish hamda saqlashni o'rganamiz. Buning uchun CapCutga kirib New Projectni bosamiz hamda kerakli videoni tanlab CapCutga yuklaymiz. Videoni kesishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi, pastda videoni ustiga bosasiz hamda oq qismini tortasiz kerakli joygacha. Mana shunda video qisqaradi boshidan. Agar oxirini ham qilmoqchi bo'lsangiz, oxirini ham xuddi shunday qilib tortib qo'yasiz. Ikkinchi usuli esa videoni ustiga bosamiz hamda vertikalniy chizig'i kesib oladigan joyimizgacha to'g'irlaymiz. Pastda split tugmasi orqali bitta bosib videoni ikkiga ajratib olamiz va keraksiz joyini belgilab delete udalite tugmasi orqali o'chirib tashlaysiz. Agar videoni o'rtasini kesmoqchi bo'lsangiz, ikkita tarafdan mana shunaqa qilib kesib olasiz va o'rtasini belgilab delete orqali o'chirib tashlaysiz. Ko'rib turganingizdek, kesib olish funksiyasi juda ham oson. Tayyor bo'lgan videoni tepada export tugmasi orqali saqlab olamiz. Menga obuna bo'lishni unutmang, chunki kelasi darsda biz videolarni tezlashtirishni o'rganamiz.